Assalomu alaykum hammaga. Erta obeddan keyin soat 4 da uyg'onib, internetda Koreyaning kichik tarozi borligi haqida bilib qoldim va buni tatib ko'rmasam bo'lmaydi deb yo'l oldim. Tushim bilan swing turgan ekan. Sog'lom turmush tarzi deb skuterda ketdim. qarab tur, ishtonim kevali. Va nihoyat, mana bu men yashayotgan joydagi eng katta marketlardan biri. Menimcha shu yerda aniq o'sha tarvuzdan bor deb kirib birinchi aylandim.